16-iyul 1-smeni biologiya testlaridan birini tahlil qilamiz. Ushbu masalamizda ingibitor genni qon guruhlariga ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Masala qismiga o'tishdan oldin dastlab qon guruhlari bilan tanishib olaylik. Birinchi qon guruhimiz ega birikkan resessiv 00. Ikkinchi qon guruhimiz dominant gamma-zigota AA yokida heterozigota A0. Uchinchi qon guruhimiz dominant gamma-zigota BB yoki B0. To'rtinchi qon guruhimiz heterozigota dominant A va B. Bizda dominant H genimiz ta'sirsiz, resessiv H genimiz esa epistaz, ya'ni ingibitor ta'sirini ko'rsatadi. Xo'p, masala qismiga o'tadigan bo'lsak, bizda ota-ona genotiplari berilgan. Ya'ni bizda ikkinchi va uchinchi qon guruhli organizmlar o'zaro chalishtirilganda hosil bo'lgan avlodlardagi to'g'ri fikrni ko'rsating degan savol berilyapti. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz hosil bo'lgan gametalarni penet kataklariga to'ldirib avlodlarni olamizda. Endi esa avlodlarni qon guruhi bo'yicha ajratib chiqamiz. Birinchi bo'lib ikkinchi qon guruhini ajratib chiqadigan bo'lsak, 16 ta avlodning ichidan 3 tasi ikkinchi qon guruhli va 3-4 qon guruhlari ham xuddi shu tartibda 16 tadan 3 tadan chiqadi. Endi birinchi qon guruhiga keladigan bo'lsak, o'zi tartib bo'yicha 16 tadan 3 ta chiqishi kerak edi. Lekin bizda ingibitor gen ta'siri natijasida qon guruhlaridagi bu va bu qon guruhli organizmlarimiz ham birinchi qon guruhga ega bo'lib qolgan. Bizda masala shartidagi to'g'ri fikrlarni belgilashimiz kerak edi. Ya'ni bunda javoblarda ikkinchi qon guruhli organizmlar 16 tadan 3 tani tashkil qiladi.